Hurmatli aziz yurtdoshlar, bizni kuzatuvchilar, biz mana Tojikiston Respublikasining poytaxti Dushanbe shahridan olib borayotgan reportajlarimizni davom ettiramiz. Biz hozir mana shu Ko'hi Nur, ya'ni Ko'hi Navruz majmuasida haligi anjumanlar saroyining ichki qismida reportajimizni olib boryapmiz. Zafar Bekjonov bilan birgalikda bugun nafaqat mana shu delegatsiya a'zolari uchun butun dunyodan tashrif buyurayotgan, Tojikistonga dunyodan tashrif buyurayotgan har bitta shu sayyohlarga bu yerning boya aytganimizdek, yuqorida aytganimizdek eshiklari ochiq. Mana shu stoldadir, balkim bu stollardadir. Mana shu prezidentimiz muhtaram Shavkat Miromonovich ham o'tirganlar. Shu Xitoyning Qirg'iziston, Qozog'iston va mana shu Armaniston mamlakatlarning prezidentlari kelgan. Bir necha marotaba mana shu yerlarda katta anjumanlar o'tkazilgan va ana shu anjumanlardan olgan taassurotlarni biz O'zbekiston televideniyasi orqali tomosha qilganmiz. Ular haqida har bittangiz informatsiya, ma'lumot olgansiz. Bugun endi mana shu saroy haqida, saroyni bilasizmi? Nimasi juda ham bir muhabbat. Mana ko'ryapsizmi, ustunlarni qanchalik ganjkorlik asosida nihoyatda bir haligi nima deydi? Oliy darajadagi ustalar mahorati bu yerga qilingan. Bu yerda nafaqat mana shu Tojikistonlik, balkim O'zbekiston Respublikasidan kelgan ustalar ham o'zlarining qalb mehrini, mana shu mahoratini ko'rsatgan ekan, boya gapirib berishdi. Albatta bu ham bo'lsa bizni faxr iftixorga to'ldiradi. Mana ikkinchi biz saroyga kiryapmiz. Ikkinchi bir joy, bu yerda ovqatlanadigan joy. Haligi san'atkorlarning konsertlari bo'ladigan joy desak ham bo'ladi. Bu yer ham o'ziga xos arxitektura, buning yuksak bir darajasi bilan nima deydi, jihozlangan, qilingan. Ko'ryapsizmi chiroyligini? Mana qarang, qanchalik chiroyli qilingan. Juda ko'plab turistlar, sayyohlar mana kelib har bittalari mana shu yerga esdalikka rasmga tushadilar. Bizning delegatsiya a'zolari ham mana shu yerda yurishibdi. Bu endi soatlab ko'rsatsak ham arziydigan. Bugun nima deydi, olamga sayohat ko'rsatuvi bo'lardi-ku. O'shanga o'xshatib bir sizlar ham bundan vaqt bo'lingizlar, sizlar ham kela olmagan bo'lsangiz ham masalan Tojikiston Respublikasi poytaxtiga xuddi shu poytaxtga kelib yurganday bo'lingizlar degan bir maqsadga. Bu ob-havo ham mana o'sha yerda bir gapirib o'tsak, ob-havo haqida ham, ob-havo ham ko'ryapsizmi tashqarida qanday quyosh nuri taratib turibdi. Biz hali ob-havo haqida, bu yerning go'zal manzaralari haqida sizlarga hikoya qilamiz. Bizni kuzatib boring.